Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar va hamkasblar. Mana bugun 3-tanasidamiz. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidamiz. Bu yerga Syngenta brend ostida Barxan nomli gibridimiz ekilgan. Bu akamiz ekkanlar. Qaysi chiqsuvda ekkansiz? 16-mart kuni ekilgan. 16-mart kuni. Gibrid qanaqa, sizga yoqdimi? Kamchiligi yoki afzallik tomonlari? Bo'ladi, tarvuz yaxshi, hosildorligi ham yaxshi. Yaxshi tarvuzimiz, kattaligi. Necha kilo ichidagi biriktasini kesib ko'rsatib bering. Yaxshi. Qaysi biri yoqyapti? Tarvuz любой kesilsangiz kesib. Yo'q, qolgan. Bo'ldi. Mana shu tarvuz kesaveraman. Mana sredniy o'rtacha tarvuz. Taxminan necha kilo bu aka? Mana shumi 10 kilo 12 kilo tarvuz. 10 kilo 12 kilo. Kesaymi? Ekspert bo'pmi? Bo'ladi, ekspert bo'p. Aynan. Kechinchi aka. Bismillah. O'zi bunga bir yana 3-4 kun bor pishishiga. Lekin shunga qaramasdan rangi yaxshi. Bu manzilga yetib borguncha yana bu qizaradi. Transportabilniy, postlari ham yaxshi mana. Dananglar unaqa ko'p emas. Kesib bir mazasini aniq qiling-chi. Oling aka, mazasini ko'ring. Mana ekinglar, yetishtiringlar. Hosili, mazasi ko'ramiz mana. Bismillah. Hozirgi gap yo'q, zo'r ekan. Dehqon akamizga rahmat, baraka topsinlar. Sizlarga ham rahmat. Shuncha yetkazib kelganingiz uchun urug'lar. Urug' yaxshimi aka? Yaxshi, bo'ladi, zo'r. Keyingi yil tavsiya ekasizmi? Necha gektar ekasiz keyingi yil? Kelasi yilga nasib bo'lsa bir 5 gektar ekamiz. 5 gektar. Bo'ldi. Rahmat. Qashqadaryo viloyati Ko'kdaladamiz. Bu yerga Syngenta kompaniyasining brend ostida Barxan nomli tarvuz gibrid ekilgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Hosillari. Ekspert yo'q. Assalomu alaykum. Biz hozir Qashqadaryo tumani Chiroqchi bozoridamiz. Hozir bu atrofda mana bozorda bizani mana bu Syngenta kompaniyasining Barxan nomli tarvuz sotilayotgan ekan. Biz ko'rdik. Hosillar juda zo'r. Dehqonlar bilan gaplashganda ham juda yoqdi deyapti. Mana biz o'zingiz tanishtiring. Qashqadaryodan Zafar bo'laman. Baraka. Bahrom tarvuzini ekdi, ishlab yaxshi hosil berdi. Shunga qarab daromadimiz ham yaxshi bo'lyapti. Paleylari qanaqa? Yaxshi. Paleylari zo'r. Yaxshi paleylari qolgan tarvuzga qaraganda qaysi qanaqa afzalliklari bor? Palagi bahodir bo'ladi. Palagi barqatroq bo'ladi. Sutga chidamliroq ekan, yaxshiroq. Bozor nima deyapti? Bozor ham yaxshi turibdi. Rahmat. Mana Barxan Syngenta kompaniyasidan bugungi sana 4-iyun, xudo xolasa. Yaxshi mana dehqonimiz mamnun.